qo'rquv tufayli hushidan ketdi. U qo'rquvdan hushidan ketmagan. U homilador. Nima? Bu holatda dorga osish hukmini ado etolmaymiz. Hindiston qonunlariga ko'ra, agar hukm qilingan ayol homilador bo'lsa, farzandi 5 yoshga to'lmaguncha uni qatl qilib bo'lmaydi. Belki çok incitmişim sevdiğim insanları, belki çok aldatmışım can diyen cananları. Sonda görmezden gelip ettiğim noksanları. Var ümidim affedersen sen beni. Bilmez idim dert verer derdimin dermanları. Gün gelir peşman olar nefsinin Ulg'ayganingda olamga uning sotqin emasligini isbotlashing kerak o'g'lim. Qani bag'rimga kel. etibarsiz